Avvalambor assalomu alaykum qadrli obunachilar, uy qurmoqchi bo'lgan akalar va yangi endi uy boshlayman degan akalar uchun videolarimiz xudo xolasa. Mana bugun 2025-yil 10-aprel sanasida biz hozir Mirzo Ulug'bek tumanidagi obyektimiz, yangi obyekt boshladik. Mana shu yerda kecha boshlaganmiz. Mana shu hozir kotlovan ko'ylash jarayonlari bo'lyapti. Xo'p, bu yerda o'sha musurlar bor edi. O'sha bir hovada 20 kamaz musor ochib tashladik. Har bir kamazimizga 500 mingdan berildi. Rachogimiz soatiga 400 mingdan ishlayapti. Endi bugun 10-aprel sanasida o'zimizda hovlimizning urini balandligi uchun hozir hovlilarga turpoqlarini, o'sha o'zimiz kotlovandan chiqqan turpoqlarni olib chiqib bu yoqqa to'g'ib olyapmiz hozir. Bunda ham hozir nimamiz? Kotlovanimiz. Hop. Kranimiz soati 400 mingdan bugun ham ishlaydi. Kecha 10 soat ishlagan, 4 millionga tushgan. 20 ta kamazimiz 500 mingdan 10 millionga aylangan. O'sha hisobda kecha 14 million musurlar chiqarish uchun mana shu shaq sarflangan edi. Bugungi ishni sanalamizda xolosa bu yerdan hozir kamazda 5-6 ta kamida 20 kamaz turpoqlarni mana shu tarafga yo'yamiz. Har bitta kamazimiz ashga to'kib berishi 200 mingdan bo'ladi. Hop, 4 million. Deydi mana shu podvalimiz bitishi bugun ham 10 soat ishlab bersa 30 million atroflarda aynalyapti. Kotlovan qo'ylab olib, mana shu tozalab, usta ishlarimiz hammasi 30 millionga aynaladi. Xohlasa, shunday ishlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. 0lardan xohlasa uylar ko'tarib beramiz. 97 kodi bilan 555 66 91 raqamiga telefon qilsalaring, albatta o'zimga bog'lanasizlar. Xohlasa shunday qilib chiroyli uylarni sizlarga ham qurib beramiz. Xohlasa bu videolarimizni tomosha qilsalaring, bu uylarimiz qanaqa ko'rinishda kelganini xohlasa video davomida ko'rsatib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, doim salomat bo'linglar. Hammaga ham shunday uylar nasib qilsin, Alloh.